Siz Messi haqida hamma narsani bilaman deb o'ylaysizmi? Unda bu videoni albatta oxirigacha ko'ring. Chunki bu biz bitta faktning ayrimlarini hatto Messining ashaddiy muxlislari ham bilmaydi. Qani boshladik. Lionel Messi 1987-yil 24-iyunda Argentinaning Rosario shahrida tug'ilgan. Uning to'liq ismi Lionel Andres Messi. Messi futbolni 5 yoshda Grandoli klubida boshlagan. Uning birinchi murabbiyi otasi Jorge Messi hisoblanadi. Keyinchalik u uning agenti ham bo'lgan. Messini futbolga eng ko'p ruhlantirgan inson uning buvisi Celia hisoblanadi. Messi gol urgach osmonga qarab ishora qilish ham aynan buvisiga bag'ishlangan hisoblanadi. 11 yoshda unga o'sish gormoni yetishmasligi tashxisi qo'yilgan. Davolanish xarajatlari oilasi uchun juda qimmatlik qilgan. 13 yoshda oilasi bilan Ispaniyaga ko'chib ketgan. Barselona uni La Masia akademiyasiga qabul qilgan. Endi esa Messi qanday qilib Barselona afsonasiga aylanganini ko'rib chiqamiz. Barselona bilan ilk kelishuv mashhur salfetka ustiga yozilgan. Messi 2004-yilda Barselona asosiy jamoasida debyut qilgan. Uning ilk goliga esa Ronaldinho assistentlik qilgan. Messi Barselona tarixidagi eng ko'p gol urgan futbolchi ham hisoblanadi. U Barselona safida La Ligani 10 marotaba qo'lga kiritgan. Messi 4 marta UEFA Chempionlar Ligasi g'olibi hisoblanadi. Keyinchalik bu hozirda 3 martaga qisqargani aytilmoqda. Ya'ni bir kubogi bekor qilingani ham bo'lishi mumkin. U 8 marta Ballon d'Or sovrinini qo'lga kiritgan. U 6 marta Yevropa oltin butsasi sovrindori ham hisoblanadi. U bir kalendar yilda 91 ta gol urib rekord o'rnatgan. Messi bir klub safida eng ko'p gol urgan futbolchi hisoblanadi. Lekin Messi nafaqat klubda, balki Argentina terma jamoasida ham tarix yozgan. U Argentina bilan 2008-yilgi Olimpiadada oltin medalni qo'lga kiritgan. 2021-yilda esa Argentina bilan Copa America sovrinini ham yutgan. U birinchi terma jamoadagi sovrin hisoblanadi. Keyinchalik 2022-yilda esa jahon chempioni bo'lishga ham erishdi. Bu Messini haqiqiy qirolga aylantirdi. Messi 2022-yildagi jahon chempionatining eng yaxshi futbolchisi deb topilgan. Hozir Messi Inter Miami klubida faoliyat olib bormoqda. Messi Argentina terma jamoasi tarixidagi eng ko'p gol urgan futbolchi hisoblanadi. U Argentina terma jamoasida eng ko'p o'yin o'tkazgan futbolchi ham hisoblanadi hattoki. Messi jahon chempionatlarida 5 ta turnirda gol kiritgan kamdan kam futbolchilardan biri. Mundiallardagi eng ko'p o'yin o'tkazgan futbolchilardan ham biri hisoblanadi. Messi hozirda 21 gol bilan mundiallar tarixidagi ikkinchi eng yaxshi to'plar bo'lib turibdi. Endi esa Messining rekordlariga o'tamiz. U jahon chempionatlarida 8 dan ortiq assist amalga oshirgan. Messi dunyo tarixidagi eng yaxshi chapaqay futbolchi hisoblanadi. Uning sevimli raqami hamma bilganidek 10 ekan hayotda ham. Faoliyati davomida 900 dan oshiq gol urgan hamda 350 dan oshiq assist amalga oshirib, eng yaxshi assistent hisoblanadi futbol tarixidagi. El Clasico tarixidagi eng yaxshi to'purarlardan biri. Messi faoliyat davomida eng ko'p sovrin yutgan futbolchi ham hisoblanadi. Faqatgina maydondagi gollari emas, uning jarima zarbasidagi gollari ham juda mashhur. Chunki u eng ko'p jarima zarbasidan gol urgan futbolchilardan biri ham hisoblanadi. Messi futbol tarixida eng ko'p dribling ishlatgan futbolchi ham hisoblanadi. Leo klub safida eng ko'p man of the match sovrinini qo'lga kiritgan futbolchi ham hisoblanadi. Bu bo'limda esa Messining shaxsiy hayoti haqida qiziqarli faktlarni bilib olamiz. Messi bolalagan Newell's Old Boys klubi muxlisi hisoblanadi. U rafiqasi Antonella Rocruzzo bilan bolaligidan birga bo'lgan. Hozirda Messi va Antonellaning 3 ta farzandi bor: Thiago, Matteo hamda Ciro. U bo'sh vaqtini oilasi bilan birga o'tkazishni qadrlaydi. Messining eng sevimli ichimligi Argentina Mate choyi hisoblanadi. U ko'plab xayriya loyihalarni moliyalashtiradi hamda Leo Messi Foundation tomonidan bolalarga yordam beradi. Messi UNICEFning ezgu niyat elchisi sifatida ham faoliyat olib borgan. 2023-yildan boshlab u oilasining qistovi sababli Amerikaga ko'chib o'tib Inter Miami'da faoliyat olib bormoqda. Messi futbol tarixida Pele'ga eng yaqinlashgan futbolchi sifatida tilga olinadi. Uning faoliyatida erishgan eng katta yutug'i esa 2022-yildagi jahon chempionligi kubogi hisoblanadi. Va shuning bilan do'stlar 50 ta faktni tugatamiz. Bu birinchi qism edi. Ikkinchi qismda esa siz yana eshitmagan va ajoyib faktlar bilan qaytamiz do'stlar. Agar video yoqqan bo'lsa, obuna bo'lib, like, komment qoldirishni unutmang. Do'stlaringizga ulashib qo'yishni ham esingizdan chiqarmang. Salomat bo'ling.